koreyskiy refrigerator qo'yilgan. Sifatiga 5 yil kafolati bor. Juda baquvvat. 100% kafolat beramiz. 100% kafolat bera olasiz mashinangizga, to'g'rimi? Albatta. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi sotuvimizda 4 ta yangi pachka Labo mashinasi. Xohlaganlarga xolodilnik variant, xohlaganlarga bortli tent, xohlaganlarga alikafonlik variantlarimiz sotuvda mavjud. Men sizlarga bu Labo mashinalari haqida ma'lumotlar berib o'taman va narxi bilan tanishtirib o'taman. Video sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaverasizlar. Qani boshladik. Siz o'z biznesingiz uchun mos furgon tanlay olmayapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bizda barcha turdagi yuk avtomobillari uchun xolodilnik furgon, bortli tent, izotermический furgon va tunuka qoplab berish xizmatlarimiz mavjud. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan. Sherzod aka, assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz aka, bugun qanaqa yangiliklar bor? Yangiliklar hozirgi variantimiz tur 5 xil labolarimiz bor. Xolodilnik refrigeratorligi bor. Tentlik varianti bor, metan propanda gazlari bor, alkafon budkaligi bor. Salondan chiqqan pachka holda pachka labolar ham bor. Xo'p aka, bo'lmasa bitta obunachilarimizga obzor qilib o'tamiz. Bitta mana shu mashina haqida, qilingan ishlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Qilingan ishlar aka, birinchi o'rinda diska balon karmetal 13 originali zo'ri to'qilgan, ikkita 30 tali metan gaz to'qilgan, propanligi ham bor. Sendvich paneldan budka qilingan, yonida bakovoy eshigi ham bor. Bakovoy eshigi, rama uchliklari bor. Koreyskiy refrigerator qo'yilgan. Koreyskiy refrigerator qo'yilgan. Ha, tak. Ya'ni bu koreyskiy refrigerator aka 20-25 gradusgacha bu eski ko'ringan bilan Koreyadan rabochiy holda yechib olinib olib kelingan. Xohlovchilarga Xitoynikini ham qo'yib beramiz. 0 gacha tushadi, lekin 25 qilib bera olmaydi Xitoyniki. Bunda yaxshi ishlamaydi. Buni obyomi katta. Hozir qarang, ishlatilgan qaramasdan bu Koreyadan zakaz bilan olib kelgansiz, to'g'rimi? Shunday, Koreyadan olib kelgan. Bu hozir -25 gradusgacha sovutib beradi. Universalni bu. Xo'p aka, bo'lmasa biz furgon ishlab chiqaramiz, o'zingiz bilasiz. Mana shu budka haqida obunachilarga qisqacha ma'lumot berib o'raman. Videoni yaqinroq olib kelasiz. Hurmatli obunachilar, bu furgon xolodilnik furgon bo'ladi. Sendvich budka va refrigeratorlari taqilgan, 8 lik baquvvat sendvich panel ishlatilgan, sifatiga 5 yil kafolati bor. Va qoshlarga ahamiyat qarataverasizlar. Polni nержавейка nikel. Ikki tarafiga ham sandiqcha o'rnatilgan, aka. Ikki tomonga ham zadniy dugasi bor, ko'rishingiz mumkin. Bu juda baquvvat. Bu faqat chiroy uchun emas, bu avtomobilingizga himoya vazifasini ham bajarib beradi baxtsiz hodisalarda. Va zamoklari rossiyskiy, ahamiyat qarataverasizlar. Turbalargacha nikel, juda chiroyli, tepasiga tarna o'rnatilgan va yonlari turetskiy eng sifatli rezina bo'ladi. Bu ichki holati poli riflonli bo'lgan, ko'rishingiz mumkin, qovurg'ali. Polni nержавейка nikel, juda chiroyli, juda go'zal chiqqan. Xo'p. Sherzod aka, buni narxini qancha deyapsiz? Aka, buni xolodilnik refrigerator o'rnatilgani 11200 deyapmiz. Hozir bunga sotuvda tak ikkita 30 talik metan gaz qo'yilgan. Only xolodilnik furgon o'rnatilgan, refrigerator, shunday, karmetal diska, sandiqcha, 3 eshikli budka. Bitta salon holatini ham ko'rsatib o'ramiz. Yangi 2025 pachka Labo bo'ladi bu, ko'rishingiz mumkin. Xohlovchilarga kelib o'zlari tekshirib, ustalar bilan olib ketsa bo'ladimi? Albatta, bemalol tekshirib 100% javob beramiz mashinaga. Bu narxi qancha dedingiz? Narxi 11200. Ba'zi bir obunachilarimiz savol berishadiki, nimaga bu salonda 7,5 ming turibdi, sizda 11200 deb. Sababi unga $1300 koreyskiy refrigerator qo'yilgan. Xitoydagi bor $900 turadi-da u. Yaxshi ishlamaydi baribir. Sendvich panel, ikkita 30 tali metan bu qo'yilgan, shuning uchun karmetal diska balonlari bilan shu qimmat narxga to'g'ri keladi. Qarang aka, bunga hozir siz kafolat bera olasizmi? Garantiya bera olasizmi? 100% kafolat beramiz aka. 100% kafolat bera olasiz mashinangizga, to'g'rimi? Albatta. So'ch keladi, xohlasin, ko'rib, tekshirtirib olib ketsin. Budkasiga ham, gaziga ham hamma joyiga garantiya berasiz. 100%. Hujjatlari ham bor. Hujjatlardan muammo chiqmaydi. Buni hujjatlari qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Shunday kelib olib ketsa. Hujjatlarini primoy nomlariga, shot spravkaga yozib beramiz. Notarius xarajatlari ichiga bo'ladi. Faqat o'zlariga bitta nomer oladi-da, tamom. Xo'p, aka qarang, buni misol uchun avtokreditga olib chiqib ketsa ham bo'ladimi? To'lovda qanaqa turlari bor? Avtokredit bilan naqd 2 xil to'lov turlarimiz bor. Ya'ni avtokreditga $1700, ya'ni $3700 bilan chiqadi. Boshlang'ich $3700 bilan kelib olib ketsa bo'ladi. Albatta.
oylik to'lovlari 4 million 700 dan chiqadi. Chunki mashinaning narxi qimmatligi uchun. 11200. Bu hozir qisqasi biz xarajat. Misol uchun Biz xohlasa xarajat. buni olib keta. Siz xohlagan variantda labo qilib bera olasiz, to'g'rimi? Albatta 100% xohlagan holatda tayyorlab bera olamiz. Mashinalaringizga 100% javob berasiz. 100% javob. Yangi kelib tekshirtirib olsa ham bo'ladi. Xo'p. Navbatdagi labo bu tentli variant, aka? Bu tentli variant. Aha, buni balandligi adashmasam 120. Shunday. Bu hozir qanaqa gazda? Bu propan gaz o'rnatilgan bunga. Aha. Metan gaz desa ham bor xohlovchilarga mana. Xo'jda metan gazisi ham bor, ha? Albatta. Bu ham yangi 25 labo, to'g'rimi? Pachka, salondan Bu diskalari olib qanaqa aka? Diskalari bu o'zini radnoy holda kelgan, ya'ni zavod qo'ygan diska balon. Ha? Bu tent haqida bitta ma'lumot berib o'tdik aka. Hurmatli obunachilar, bu bortda tentni balandligi 120, adashmasam, ha? 120 bort bilan 1.5 bo'ladi bu. Va sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'taman. O'zingiz bortda tent yasasangiz ham mana bu tentni 120 dan baland qilmang. Chunki 120 dan balandligiga ruxsat yo'q. Ertaga gay ushlasa ham sizni shtraf yoza oladi, bemalol. Bu turetskiy tent bo'ladi, 700 grammlik. Orqalarini ko'rsatib o'tdingiz. Buni damazlikda ochiladigan bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Videosini o'rtada qo'yib o'tib ketamiz. Buni narxi qancha aka? Buni metan gazligini 8700 qilib beramiz. Metan gaz 8700. Hozir bunga qilingan ishlar bortli tent ikkita 30 talikmi gazi? 30 talik, 65 talik ham qo'yib beramiz Xohlovchilarga 65 talik. Xo'p. Buni narxi 8700 bo'lsa, hozir qilingan ish faqat ikkita 30 talik metan tent uстановка qilingan. Uстановка qilingan. Ichlari tunuka qilingan. Xo'p, buni boshlanish necha pul bilan chiqib ketsa bo'ladi? Boshlang'ich to'lovi 3,5 ming dollar bo'lsa, avto kredit asosida qilib beramiz. 3 million 100 ming so'mdan oyiga to'lov chiqadi. 3,5 ming dollar boshlanish to'lov bilan qolgani 3 million 100 mingdan avtokreditga olib chiqib 45 million so'm bilan chiqadi so'mga so'raganlarga. Bu mashinaga ham javob berasiz. Javob 100% yangi. Ertaga hech qanaqa kami chiqmaydi. Shunday, 100% javob. Yaxshi. Keyingisini ko'ramiz endi. Tak, bu alikafonlik variant, to'g'rimi? Alikafonlik, shunday. Bunga qilingan ishlar nimalar aka? Qilingan ishlar propan gazda turibdi, metanligi ham bor buni. Propan gazda, ha, hozir bu. Albatta, propan gazda metanligi ham bor. Yaxshi aka. Tak, men hozir qarang aka, endi bu butkasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Buni balandligi 1.5 mi? 1.5. Buni balandligi 1.5, qalin alikafondan 21 mikronli. Bu Alumax kompaniyasini tanimaydigan odam bo'lmasa kerak. Eng sifatli alikafon bo'ladi va qoshlari 201 markali nержавейка nikel, juda chiroyli, juda akkuratli. Bunga karmetal diska ham o'rnatgan ekansiz. Va sanduqcha o'rnatilgan, ikki tarafiga ham chiroyli ko'rishingiz mumkin. Bu akkumulyator va o'ziga kerak jihozlar solish uchun mo'ljallangan. Orqasiga keladigan bo'lsak, zamoklar rossiyskiy, turbalarigacha nikel va tepasi suv tutib qolmasligi uchun tarnov o'rnatilgan. Bu eshikni yo'llari polni turetskiy rezina, eng sifatlisi. Endi ichki qismini ko'rsataman. Bu ichki qismi ahamiyat qaratib olasizlar. Polni alikafon, bu ham splashnoy alikafon. Uloq joyi yo'q. Va poliga keladigan bo'lsak, poliga bitta ahamiyat qaratib olasizlar. Polni splashnoy bestik yo'llarini ko'tarib bergan. Ahamiyat qaratib olasizlar, uni uloq joyi yo'q. Ustini qanday karcher bilan yuvsangiz, ichini ham xuddi shunaqa karcher bilan yuvib ketaverasiz va tungi oltkich o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Va buni yo'llari ham polinerjaveyka nikel, biror joyda ochiq joyi yo'q. Tak, bunga qilib bergan ishlaringiz aka hozir diska taqqansiz, diska balon. Diska balon 13 taqilgan. Butka propan gazda. Propan yoki metanligi ham. Propan yoki metanli. Hozir buni narxi qanday aka? Aka buni propan gazligi 9200 so'rayapmiz, metan gazligini 9400 so'rayapmiz. Propan gazlisi 9200, metallisi 9400. Xo'p, yaxshi. Metanda ham 2 xili bor, 65 taligi bor, ikkita 30 taligi bor. Xohlovchilarga 65 talik, xohlovchilarga ikkita 30 talik. Keyin aka mana Surxondaryo taraflarida ikkita 30 talikka mumkin ruxsat yo'q deyapsiz. Albatta shunday, shuning uchun bizlar fikr bildirib ketsangiz. Shuning uchun bizlar ataylab 65 talik metan balon butkani balandligini 1.40 qilib yasaganmiz, Surxondaryo tomonlarga shunaqa zakazga qilib beramiz. Tayyorlari ham bor. Qisqasi sizda luboy laboni xohlasa pachka, yangi hech narsa qilinmagan. Xohlasa tent, xohlasa butka, xohlasa xalat, qisqasi hammasidan bor. Hurmatli obunachilar, o'zlaringizni vaqtlaringizni o'g'irlamaysizlar. Shunday bitta telefon qilib, xohishingizdagidek qilib zakaz bersangiz,
shunday taxlatib beradi. Shundaymi aka? Albatta, taxlab beramiz, tayyorlab, vaqtingiz ketmaydi. Tak, to'lov turlari faqat avtokredit, Naqd. naqd. O halol narsalar yo'q, to'g'rimi? Yo'q, unaqa narsamiz yo'q. Yaxshi aka. Xo'p, sizga misol uchun hozirda faqat 4 ta mashinani videoga olyapmiz aka. Ha. Bundan tashqari xohlagan vaqtda ham mashina topib bera olasiz, ha? Bor. Qolagan paytda mashina ham topib beramiz. Bundan boshqa mashinalarimiz ham yana bor. Bundan tashqari yana labolar Albatta. bor. Salondan Yaxshi. chiqqan holatlari ham bor. Xohlovchilarga men o'zim taxlataman deganlarga $7,700 bilan primoy nomiga shot spravkani yozib beramiz. Salondan olib chiqib minib ketadilar. Siz aka o'zingizni mana bu sotayotgan mashinalaringizga javob berasiz. 100% javob, hammasi salondan chiqib, shu yerga kelib tayyorlab qo'yilgan. Ha, Minilmagan 0 probeg. Hozir narxini aytyapsiz. Aha. Misol uchun ko'p odamlar ko'radi. Bu narx bu yerga kelgandan keyin o'zgarmaydi, to'g'rimi? O'zgarmaydi. Albatta shu narx yana ozgina o'tib beradigan joyimiz ham bor. Beradigan joyi ham bor. Chiroyli qilib. Siz hech kim norozi qilib olmaysiz. Albatta, rozichilik bilan hujjatlarini qilib, hammasini qilib berib beramiz. Sherzod aka, bitta telefon raqami aytib o'rasiz. 91lik kod bilan 91lik 538 538 20 21 91lik 538 20 21 bemalol Sherzod akaga telefon qilsanglar, xohlagan variantdagi laboni sizlarga xohlasangiz taxlatib beradi, xohlasangiz salon holatida chiroyli narxlarda qilib beraveradi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab o'rasizlar va keyingi videolarda qaysi yuk avtomobillarini sizlar uchun obzor qilaylik. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirib ketinglar. Avtofurgos to'g'ri tanlov. Sizni kutib qolamiz. Sog', salomat bo'ling.